Namatak, siydik haydovchi machigoni. Zarcha va kurkuma jigarga eng zo'r davo. Imbir, shamollashlar o'pkani yallig'lanishiga yaxshi. Sedana, o'limdan boshqa dardga davo. Rastaropsha, jigar yog'larni eritadi. Qoraqand, qonni suyultiradi, davlenani tushiradi. Kikoti, davlenani ajali. Karkade, qonni suyultiradi. Besmertik, jigarni ajali. Qonchoy, asab tinchlantiradi. Guli Muhammadiy, yuzni tiniqlashtiradi. Zafaron, shafrang, zafaron, allergiya, qizil barbaris, qonni suyultiradi, davlenani tushiradi. Burnaki, gaymaritka, chiya urug'i, yog'larni eritadi, ozdiradi. Koritsani originali, saxni diabetga. Kasiya, bu ham saxni diabet. Arpa bodyom, qorin dam bo'lishlariga. Gvozdika, virusga qarshi. Helba, saxni diabetga qarshi. Muskatni orix, asab tinchlantiradi. Zig'ir urug'i ozdirishga yordam beradi. Kardamon yurakni baquvvat qiladi, bosh og'rig'ini qoldiradi. Shotuz sirkasi qonni suyultirib beradi. Sedana yog'i o'limdan boshqa dardga davo. Zaytun yog'i, bu ham zo'r shifo.